Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga judayam mazali, zo'r bo'ladigan, mehmondorchilik ham olib borsanglar bo'ladigan, daromad qilsanglar ham bo'ladigan ajoyib somsalarni retseptini o'rgataman. Bismillahir-rahmanir-rahim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 1 stakan iliq suv solib olamiz, bitta choy qoshiqda tuz, yarim choy qoshiqda xamir turish solib yaxshilab aralashtirib, 2 stakan unimizni solib, ularni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin yana 1 stakan un solib, qo'limizda yaxshilab mushlab, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olishimiz kerak. Yumshoq qilib qo'ymaylik xamiringlarni, o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak. Mana shunaqa ko'rinishda xamirimizni mushlab tayyorlab olamiz. Selofan paket yopib, 2-3 minut mobaynida tindirishga olib qo'yamiz. Yaxshi tingan xamirni bitta yana yaxshilab mushlab, xamirga ishlov berib olasizlar. Keyin xamirimizni bir xil razmerda 4 ta bo'lakka bo'lib olishimiz kerak. Bu xamirlarni ham kichkina zubala holatiga keltirib tayyorlab olamiz. Tarelkamizga ozgina un sepib turib, joylashtirib, ustiga selofan paket yopib, yana 2-3 minut mobaynida tindirishimiz kerak. Yaxshi tinmagan xamirimizni olib turib, yaxshilab unlab oldin qo'limiz bilan so'ng juva yordamida katta qilib ochib yoyib olishimiz kerak. Yupqaroq qilib, yaxshilab unlab katta qilib ochib olinglar. Mana shunaqa ko'rinishda yuqa qilib ochib olishimiz kerak. Birinchi xamirimiz tayyor bo'ldi. Bu xamirimizni chetga olib turib, ikkinchi xamirimizni ham xuddi shu ko'rinishda katta qilib ochib olamiz. Boshida unini ko'proq sepib ochsanglar, chiroyli yoyilib, chiroyli ochiladi xamiringlar. Ikkita xamir ochib oldik. Xona haroratda turgan margarinni olib turib, xamir hamma yog'iga yaxshilab surib chiqamiz. Endi ustidan nima sepasizlar desanglar, bu jo'xori kraxmali. Ustidan margarin surilgandan so'ng ustidan jo'xori kraxmali sepib olamiz. Qavatini yana ham zo'r qiladi. Qavat bo'lib chiqishiga zo'r yordam beradi jo'xori kraxmali. Ikkinchi xamirimizni ham ustidan joylashtirib, margarinlarni surib, buni ham ustidan kraxmali hamma yog'iga bir tekisda sepib olishimiz kerak. Tayyorlab olgan xamirlarimizni 4 ta barmoq kengligida videoda ko'rsatilgandek qilib buklab chiqishimiz kerak. Yonlarini tekislab turib, to'rtburchak shakl berib xamirga videoda ko'rsatilgandek qilib buklab olinglar. Mana xamirimizni buklab tayyorlab oldik. Tayyor bo'lgan xamir ustidan juva yurg'izib boramiz. Ozgina tekislab bir xil razmerda to'g'rilab olishimiz kerak. Endi bu xamirlarni o'rtasidan bo'lib olamiz. Mana qavatini ko'ryapsizlar, qavat bo'lib chiqadi. Bu orada men yana ikkita xamirimizni yoyib, xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib buklab tayyorlab qo'ydim. Shu xamirlardan bizda 4 ta mana shunaqa bir xil uzunchoq xamirlar tayyor bo'ladi. Endi bu xamirlarni ustiga yana selofan paket yopib, xolodilnikka yarim soatga yoki morozilkaga 15 minutga qo'yib qo'yamiz. Margarinlari qattiq bo'lib olishi kerak. Endi bu xamirlarimizni razmeri qanday bo'lsa, xuddi shunaqa stakan yordamida yoki pela yordamida shunaqa izlab tushirib, dumaloq shakl berib kesib olishimiz kerak. Hammasini shunaqa dumaloq holatga keltirib olinglar. Yonidan chiqqan xamirlarni bo'lsa, dumaloq holatga keltirib, bularni ham videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirlarni juva yordamida yupqaroq qilib ochib olamiz. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarimga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Shu ko'rinishda xamirlarni ochib olib, keskicha yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqishimiz kerak. Kesib tayyorlab olgan xamirlarimizni ustidan xohlagan ichiga solishingiz uchun bo'lgan nachinkalar tayyorlasanglar bo'ladi. Qovoqli, qiymali, kartoshkali. Men kartoshka go'shtli qilib qiyma tayyorlab olgandim. Qiymalarimizni joylashtirib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Teg tomonlarini yaxshilab yopib olishimiz kerak.
Mana shunaqa ko'rinishda lola shaklini berib tugasizlar, juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi somsalar. Yaxshilab yopishtirib, tugib tayyorlab olamiz. Tugish jarayoni juda ham oson. Ko'pchilik biladi bu usulni, albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Mana qolganlarni ham ochib turib, kesib chiqamiz yonlarini. Ichiga nachinkasini joylashtirib, lola shaklini berib tugib olishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, pastki tomonini yaxshilab yopinglar, ichidan suvlari chiqib ketishi kerak emas. Hamma somsalarimizni xuddi shu ko'rinishda tugib, duxovka listiga joylashtirib olamiz. Endi bu somsalarimizni ustidan tuxum sarig'idan yaxshilab surib, faqat yon tomoniga sedanani botirib olamiz. Yana ham chiroyli chiqishi uchun. Xohlasanglar ustlaridan sepsanglar ham bo'ladi, lekin yoniga sedanani o'zini qilsanglar yana ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Shu ketma-ketlikda hamma somsalarimizni yasatib olib, duxovkaga jo'natamiz. 200 gradusda 25 minut atrofida pishib oladi. Mana aziz kuzatuvchilarim, somsalarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Mazasi ham zo'r, kumur-kumur qiladi. Ovozlarini ham hozir eshitiraman. Albatta qilib ko'rishinglarga arziydigan somsalar bo'ladi. Mehmondorchiliklarga ham olib borsanglar hech qachon uyaltirmaydigan somsalardan biri. Qaranglar, ko'rinishlari chiroyli bo'lib chiqqan. Ovozini ham eshitinglar. Mana ozgina qo'linglar bilan bosganinglarning usti buklanib ketadi. Sariyog' qo'shilmasa ham xamiriga xamiri rosa zo'r bo'lib chiqadi. Mana ichidagi qiymalari bilan ko'rinishlari ham zo'r. O'tbetga olib borsanglar ham uyaltirmaydigan somsalar bo'ladi. Mana qavat-qavat juda ham chiroyli bo'lib chiqqan somsalarimiz albatta tayyorlab ko'rishinglarga arziydi. Ovozini eshitinglar, qaranglar. Juda ham kumur-kumur, вообще mazali somsalar bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun hammangizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.